bunaqasi yo'q deb Xitoydan shu qizimizga xabar yuboribdi Instagram profilimga. Opajon, biz sizni kenayizga Timson mahsulotlarini tavsiya qilamiz. Fartuklari va sochlarini yog'ini ketkizishlari uchun. Siz ham podpischiklaringizga keyin bemalol hijolat bo'lmasdan azuchka qurasiz deb yozibdi. Biz O'zbekistonda bo'lsa desam, opajonim, xavotir olmang. Bizani Timson mahsuloti O'zbekistonda ham mashhur bo'lishga ulgurgan. Sizga ham jo'natib yuboramiz deb bir pastda jo'natib yuborishdi, baraka topsin. Endi ko'ryapsizlar-yu, mahsulotni dizayniga, vidiga gap bo'lishi mumkin emas. Hidi-yu uyim gupillab ketdi. Mana kapsulalarini ko'ryapsizlar. Atirgul ifori gupillab ketdi. Kriyush gelida ham, kapsulasiga ham shunaqangi nejniy, chiroyli ishlangan. Bir marta bo'lsa ham olib ishlatib ko'ringlar. Men ungacha kenayimlarga tez bu yangilikni aytishim kerak. Tavsiya qilaman. Agar pochcham olib bermaydigan bo'lsalar, iloji bo'lsa jo'natib yuborishga harakat qilaman pochta orqali. Timsonga gap bo'lishi mumkin emas. Hozirgi kunda eng trendga chiqqan mahsulot.